O'zbekistonda Hayit namozining vaqtlari e'lon qilindi. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezkor xabar: O'zbekistonda Hayit namozining vaqtlari e'lon qilindi. Musulmonlar idorasi O'zbekistondagi masjidlarida 2026-yil 20-mart Juma kuni Ramazon hayiti namozining o'qilish vaqtlarini e'lon qilindi. Unga ko'ra, Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari 640 ta o'qiladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari 650, Sirdaryo 655, Jizzax viloyati 700, Samarqand viloyati 700, Navoiy viloyati, Buxoro viloyati 705, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyatlarida 705, Xorazm viloyatida 725, Qoraqalpog'iston Respublikasi 730 da hayit namozi o'qiladi. Avvalroq O'zbekiston musulmonlar idorasining axborot asosida 20-mart Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Aziz dindoshlar, videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.